Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Akalar, biz Qo'qon Farg'onaga kelganmiz. Mana usta akalarimiz, Novoy akalarimiz ishlariga osonlik kiritish uchun shunaqa non apparatlar yasashyapti ekan akalar. Bizning manzilimiz shu Ultarma qishlog'ida ekan, Qo'qon shahri Ultarma qishlog'i, Bog'dod tumanida. Qiziqqan akalarimiz, Novoy akalarimiz bo'lsa, akalar 3-4 kishi non yasab, qiynalishni keragi yo'q endi. Bundan buyog'iga mana bunaqa apparatlarimiz chiqib ketibdi. Akamizni chaqiramiz, aka qarab olasiz endi apparatlaringizga bir boshdan obzorini qilib berasiz. Aka, bizga endi non apparatlar bir tushuntirasiz endi nimalarini. Non apparatlarimiz mana oilaviy Novoylarga ham bo'laveradigan arzonbop, hamyonbop apparatimiz. Bular ishlash jarayoni bitta qolib, bitta chekchi bilan biz qo'shib beradiganimiz $500 ga qilib beryapmiz. Aytgan joyiga O'zbekiston bo'yicha yetkazib ham beryapmiz. Kompressori bo'lmaydi, kompressorlarni. Bez kompressor. O'zini narxi, o'zini narxi kompressor ham qo'shib beradigan bo'lsak, endi imkoniyatiga qarab arzonroq bir, qimmatroq bir qo'shib beraveramiz. Bunga keladigan bo'lsak 250 grammdan 800 grammgacha nonlar bemalol qiynalmay chiqaradi. Soholiga eng kamida 500-600 ta non yasaydi. Buni narxi necha pul dedingiz? Buni narxi $500. $500. Bez kompressor o'zi. Endi bu kimlardir lazerli deyapti, kimlardir chiziqli deyapti. Bizda hamma variantidan bor. Bunimiz lazerli, bunimiz chiziqli. Bu apparatlarimiz bir xil. Bunisi ham ishlash jarayoni bir xil. Endi ozgina qimmatrog'idan kerak bo'lsa, mana $600 ga bitta qolib, bitta chekchi bilan bunisini qilib beryapmiz. Buni vazifasi 1 kilo 100 gacha Qo'qon patrlarni ham chiqarib beryapti. Katta patrlarga qiynalmasdan chiqarib beradi. Farqi shunda. Farqi shunda. Yo'q, farqi bitta unda emas, narxida bor. Silindrlari katta. Silindrlari katta bo'ladi. Filtr klapanlar ikkitadan qo'yiladi bunga. Mana apparatlarimiz mana shu. Klient etgan qolib, etgan chekishni qilib beryapti. Hali biz o'zimizda borini olasan demaymizda. Chekchatirni bosadi. Lazerli bu apparatimiz. O'zi aynalib keladi, metkazini topadi, ish o'shanda boshlanadi. Bunimiz lazerli mana. Ishlash jarayonlari boshlandi mana. Mana akalar, apparatimizni, non apparatimizni ishlash prinsiplarini ko'rdilaring. Ulug'bek akamiz sizlarga apparatimizni qisqacha obzorini qilib berdilar akalar. Faqatgina sizlardan apparatni zakaz qilib sotib olish qoldi aka. Akalar, bu yog'iga texnika zamon akalar. Kechasi soat 2-3 dan turib olib, qiynalib, non yasab, oilaviy qiynalgandan yoki ishchiga pul to'lagandan akalar, apparatni bir marta rasxod qilib sotib olasiz, ishni bosib olasiz akalar. Mana Qo'qonga ham akalarimiz olib borib o'rnatib berishibdi, Novoy akalarimiz ishni bosishyapti akalar. Non sifatlarini ham qaranglar akalar, juda ham chiroyli. Qo'lda ham bunaqa qilish mumkin, lekin bu darajada sifatli chiqmaydi nonlarimiz. Apparatni sotib olinglar akalar. Manzilimizni yana bir bor aytib o'taman. Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Ultarma qishlog'i. Zakaz berib sotib olinglar akalar. Agar sizda ham shunaqa biznesingiz bo'lsa, uni reklama qilish kerak bo'lsa akalar, Instagram kanalimizni tepasida adminimiz nomerlari bor. Aloqaga chiqib bemalol gaplashaverasizlar. Sizlarning bizneslaringizni ham chiroyli qilib reklama qilib beramiz akalar.